O'z savol sizlarga, ikkita boshlovchiga. Neman chaqirdinglar? Men Bitta ursam maylimi? Xos to'xtab turgan joyingizdan bundoq. Resto nima edi? O'zim esimdan chiqib qoldi. Toshkentda bir kunda necha tonna osh yeyishni bilasizlarmi? Adam etsa ham men bormayman tekinga. Qo'ymaylar buni lekin. Adam ko'rsalar yana jahllari chiqadi-yu. Normalniy savol beringlar. 40 minutdan beri gaplashib turibmiz. Hazillashdim boshdan. Hammaga assalomu alaykum. Bu Resta blog, ya'ni restoran sohasiga oid bo'lgan hamma temalarni ochamiz, ochiq-oydin gapiramiz. Bizda ochiq suhbat bo'ladi, yana qanaqadir banallik emas. Bo'lgan voqealarni personal bilan bog'liq, может быть, avtomatizatsiya, biznes tarafdan, marketing, personal hammasini biz bo'lgan voqealarni aytib, ochiqchasiga gaplashib, sekin-sekin, наверное, keyinchalik restoratorlar, может быть, shef-поварlar bilan yana suhbat davom ettirsak bo'ladi. Bugungi bizning mehmonimiz Gogi Chogoshvili nomi bilan, psevdonim bilan известный bo'lgan blogerimiz. Qachonlardir biz birga Bambarbiya Pashtet Sat degan restoranda birga ishlaganmiz. Meni ismim Humoyun. Islom G'affarov. Uni oldin ko'rgansizlar baribir. Menimi? Yo'q, meni. Humoyunga aytganidek, o'sha savollar, blitz savollar, nimalardan o'tgan, qanaqa bu darajagacha ham yetdi. Faqat bu emas, bu yerga kelgan har bitta mehmon haqida xuddi shunaqa informatsiyalar, sizlar bilgan, bilmagan, savollarga javob, sizlarning savolinglarga javob bo'ladi. Xo'p, endi baribir bu o'zini tanishtirgani yaxshi menimcha, birinchi. Baribir ko'pchilik biladi, ko'rgan, lekin o'zi haqida informatsiyani ham nimadan boshlagan, qanaqa boshlagan. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Javlon, lekin hamma meni Gogi Chogoshvili deb bilishadi. Bizani ishlagan restoranimizda teatr zona restoran bo'lganlik hisobiga hammamizning o'zimizning obrazimiz bo'lardi. Выдуманный obraz o'ylab topilgan. Va bu o'ylab topilgan obrazimizda yashab, hamda shuni orqasidan biz pul topardik. Va shu o'zimga Gogi degan psevdonim klichkani qo'yib va shu restoran sohasida ishlab boshlab hamma taraflama ochilish boshlaganman. O'zi muzikalniyni bitirganman, aktyorskiyni bitirganman, bivshiy sportsmenman va hamma narsamni shu restoranda yoritish boshlaganman. Shundan keyin bloklarimni yuritib, ashulalar aytib, videolar olib, mana hozirgi kunda marketing agentstvam bor va reklamniy litsoman Toshkentda bir 10 ta brendlarda. Undan tashqari o'zim ham kalyanligim bo'lgan, lounge barim bo'lgan, hammasi yopilib ketgan. Shu. Endi savollar menimcha обычныйroqdan boshlaymiz. Keyin sanga именно taalluqli bo'lgan savollarni bersak. O'zi restoran hozir 2025 bo'lsa, raznica biz ishlagan payt 17 menimcha. 16-17 и hozir. Farqi menimcha juda ham katta. Nimaga? Chunki biz ishlagan payt bizga berilgan o'sha trening, dars va o'zi в целом o'sha muhit, общепитdagi muhitda deb o'ylaymanki, что biz boshqa avrada ishlaganmiz. Negaki men hozir ham qaysi restoran, kafe, bistro, любой joyga bormaylar-yu. Men hamma qo'l baravar emas, lekin ofitsiant bu o'zi вообще bundoq qaragan bitta kasb, professiya bu. Bu orqasidan yaxshi pul topsa bo'ladi, yomon pul topsa emas, zo'r pul topsa bo'ladi. Biz topganmiz-ku. Lekin hozirgi ishlayotgan ofitsiantlar ko'pi вообще xabari yo'q bu sohadan. Ular hozirgi vaqt uchun tez pul ishlab olish yoki shu nimadirni qoplab turish, kasb deb ko'rmaslik. Kasb deb ko'rmaydi menimcha. Biz ishlayotgan paytimizda bizga juda kuchli odamlar trening o'tishgan. Tekinga o'tishmagan, ularga pul berishgan, biz bilishimiz bo'yicha. Biz jonimizni berib qancha ishlasak, shuncha ko'p chiviy topardik. Shuncha ko'p stolga, masalan, ko'proq ovqat, ko'proq napitka beradigan bo'lsak, ko'proq pul topardik. Interes o'zimizda edi. Stimul bor edi. Da. Hozirgi ofitsiantlarning ko'pi, hammasi emas, ko'pi hattoki shu choyni olib kelib bergan taqdirda ham shuni qo'yib ketishadi. Bizning paytimizda olib kelib, kommunalitikimga qo'yib beraylik, tir, чтобы u tugasin, men bu odamga yana choy olib kelib beraylik, yana dop
anaqa qilay, продажа qilay degan maqsadda. Farqi shunda deb o'ylayman. Aytayotgan narsangga bog'liq. Bitta kafeshkaga kirdikda, zo'r joy maqtab shunaqa olib borishdi. Zo'r joy. Endi ovqatlari dahshat deb olib kirishdi. Bo'ldi, o'tirdik. Ovqat yeyamiz, chiqib hamma xalta. Yo, issiq narsani sovuq olib keladi, sovuq narsani issiq olib keladi, vaqtida olib kelmaydi, yo'qolib qoladi, yetagdali. Muammo juda ko'p bo'ldi-da, keyin endi menga maqtab olib kelishgani uchun meni olib kelgan odam ozgina xijolat bo'ldi-da, ofitsiant meni oldimdan ozgina ushib qo'ymoqchi bo'ldi-da. Kim aytayapman? Aka, vashe foydasi yo'q deyapman. Bu bolaga vashe pofigu, naplivayt deyapman. Pulni oladi, ketadi deyapman-da. Yo'q, to'xta deyapti. To'xtang, shu joyni so'raymiz deyapman. Pulingni olsang, garantiyani olasan, ketasan, to'g'rimi deyapman-da. Ana bola jam turibdi, откровенный tur deyapman. Yaqinda kelgansan, hali yoshsan, просто garantiyani olasan, ketasan, to'g'rimi desam, to'g'ri aka deyapti-da. Nimaga mana men muammo bor, men bor, hal qilmayapsan. Nimaga desa, shu endi mendan oldin shunaqa bo'lgan, men просто bu 3-administratorman, mendan boshqa ikkitasi bor deyapti. Ko'rdingizmi dedim. Uni o'tsa bo'ldi. Da, bu bolani urishdan hech foyda yo'q dedim. Bu mana shu soqqani olish kerak, ketish kerak edi. Niyatingda men ishga kirish va chet elga ketish. Shunaqami desam, ha deyapti. Tushunmagan uchun oldin o'zi boshidan boshlashimiz kerak. Biz hozircha tepadan boshlab qo'ydik. Smart Group restoranlarda ishlaganmiz, bu o'sha бывший Manas, Braziliya, Budilnik, Bambarbiya, Ayva и так далее. Ya'ni bular hammasi art restoran bo'lgan, bizga trening o'tkazishgan va biz u yerda не просто официант, a aktyorskiydan ham dars o'tganmizda o'shanda haqiqiy sotuvchi bo'lib chiqqanmiz. Kerak bo'lsa lezinkani o'ynashni o'rganganmiz, birinchi YouTube'dan o'rganganmiz. Xalqimizga qanaqa YouTube voy? Birinchi YouTube, keyin boshqa odam o'rgatgan. Kim o'rgatgan sizlarga? Чуть-чуть было. Yaxshi. Azı были-da. Yaxshi. Shunaqa joyda ishlaganmiz. Ya'ni biz har kuni ashula aytardik, lezinka o'ynardik, hamma energichni yurardi. O'shanga ko'pchilik o'ylashardi, что biz aslida aktyormiz, bizga katta pul to'lab, bizani o'sha yerda ishlatishadi deb, to'rsnetlaring 2000 topasanlar, 3000 topasanlar deb so'raganlar bo'lgan. O'zini restoraniga olib ketmoqchi bo'lgan. Sanjar kelgan bu narsani aytgan. Sanjar akamni og'aynasi bo'lib turib aytganlar bo'lgan. Davay sizlarni olib ketamiz, men uchun to'layman deb. Biz endi predaniy bo'lganmiz shu vaqtda. Ustozimiz. Sanjar Maqsudov sababli o'zi Shu yerda o'tiribmiz, shu yergacha ham keldik. Kimdadir qanaqadir o'sish bor, kimdir boshqa sferada bo'lgandan tashqari baribir ba'zi o'sha yillardan, o'sha oldin Smart Groupdan chiqqanmiz hamma. Baribir kim aytmasin, baribir. Lekin o'sha baribir restoran sferasidagi bizga o'rgatilgan o'sha barcha hamma treninglardan biz masalan haligacha hayotda masalan foydalanib, o'zimizni boshqa sferalarga urgan taqdirimizda ham o'zimizni pluslarimizni olib chiqib ketamiz. Masalan, xullas o'sha Bambarbiyada ishlaganimizdan keyin ko'p narsa o'zgargan, zo'r joy bo'lgan. Bunaqa joy ochilmasa ham kerak, undan zo'r joy bo'lmagan ham. Javob. Hozir o'rnida Kongress hol. U joy qayerda bo'lgan desanglar, men sizlarga aytaman, Дружба народовda Dom kino degan kinochilar uyi bo'ladi. Dumaloq, mana bunaqa. Toshkent City'ning o'rnida. Va o'sha joy buzilib ketib, o'rniga mana Toshkent City qurilgan. Ofitsiantlar haqida gaplashdik-ku, nimaga hozir kadr yetishmovchiligi bor? Hozir kadr yo'qmi yoki bo'lmasam odamlar restoranda ishlagisi kelmayaptimi yo restoran kam pul beryapti? Yo'q, menimcha bu birinchidan odamning o'ziga bog'liq. Masalan, biz ham ofitsiantlar hammasi ishlashni bilmaydi deb aytolmaymiz. Ko'p ishlashni bilib, bizib tashlaydiganlari ham bor. Hammasi o'zining joyida. Texnichkasi ham, masalan, yoki poveri bor. Hamma sohani o'zining ustalari bor. Ular kam emas, ular ko'p. Birinchidan bu narsa odamning o'ziga bog'liq va restoranlar ham durak emas. Ular birinchi bo'lib o'sha odamlarni birinchi bo'lib suhbatda o'zida odam bilinadi qanaqalik. Bu birinchidan. U odamni olishdimi, demak o'zligiga yeb qo'yishdi. O'zligida xato bor demak. Meni o'ylashim shu. Agar konkretni gaplashadigan odam, po faktu qo'yib berib, собеседование o'tkazish biladigan odamni shunda birinchi ko'rganda-yo biladi. Ishlaydimi, ishlaolmaydimi, buni zavedensiyasi to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi. Shu bo'ldi. Odamlarni birinchi bu работодательda o'ziga bog'liq. to'g'ri, chunki u oldindan uni portretini chizib oladi. Xuddi mana bizga menga kim kerak degan narsa bor. Da, chunki Steam barda kim kerak, bola kerakmi yo'q, bizga kim kerak? Uni qo'pol qilib aytganda figurasi такой четкий, откровенный bemalol kiya oladigan, rus tilida va ingliz tilida gaplasha oladigan qiz bola kerak
iloji bo'lsa brutalniy bo'lsa, endi tatuirovkasi bo'lsa undan ham zo'r degan narsa bo'lgan. To есть oldindan uni skeleti chizilgan. Qanaqa odam bo'lishi, uyalchang bo'lishi kerakmi yoki yo'q? Bu o'sha daftarga qarab, o'sha rasmga qarab tanlanadi o'sha. Bu xuddi hali milliy taomlarga anu uchadigan studentlarni olishdagi gapda, такой ular uchib tas taqilab tashlash kerakda. Qayerdadir kerak u такой qimmat restoran bo'lsa, oddiy qilib aytganda, просто sotish biladigan, adekvatni gaplashib oladigan odam kerak. Zarplata temasida ham menimcha уже hozir. Endi zarplata temasi menimcha hozir yaxshi kadrga yaxshi pul berasan-da. O'sha narsa kamayib ketdi-da. Yo'q, endi bu narsa masalan, mana men senga kelyapman, mana Sharq gap xara degan restoranga kelyapman-da. Men masalan doma upravляющийman doma. Men narsalar bilan hamma joylarda ishlaganman, короче, meni ol doma. Sen yozib qo'ygansan masalan, OLXda berdim yoki работа restoraniga объявление berasan 8 million bo'lsa masalan. Endi men ishlashimni ko'rganingdan keyin 1 oy yoki 2 oy yoki 3 oydan keyin ishlashim yaxshi yoqsa senga, sen ham 8 million bermaysan-da, chunki meni ketib qolmasligimni xohlaysan-da sen ham. Bo'ldi, 10 million qilasan, balki 9 million qilarsan. Qo'shib sekin-sekin u ham определённый bitta pikka chiqadi, keyin o'sha yerda qotadi-da u narsa. Chunki yaxshi kadr sen ham qo'yib yuborging kelmaydi. Yo, u men aytmoqchi bo'lganimda, естественно, yaxshi kadr hech kim qo'yib yubormaydi. Просто проблема в том, что hozir именно restoranni tushunadigan bilib, cho'kak chimu nima qilish kerak, nimadan boshlash kerak, qanchani o'qilish kerak, nima o'zi bu restoranni biznes degan biznesmenlar. Endi hamma emas, sraz aytaman, hamma emas. No bor что odamlar, hamma ochyapti, men ham ochib qo'yay bitta. Endi bu noto'g'ri. Ko'p odamlar O'zbekistonda qo'yapti o'zi. Yo'q, o'shada bitta qilib ko'ring. Tam menda mo'shta o'xshab qoladi. E'tibor berdinglar, o'zi mana karantingacha bo'lgan hayotinglarni bitta analiz qilinglar-da. Karantindan keyin bo'layotgan hayot, pul rasxodi, pulni qiymati, baraka emasligi, o'zi любой O'zbekistondagi bizneslarni, maymun bizneslarni deylik, ko'pi qay ahvoliga tushib qolgani. Hozir ko'pchilik o'sha bilishdi. Kim aytgan buni? Topga chiqib ketdi. Masalan, hozir sira emas, bitta restoranda emas, qisaylar kiyim do'koni, qisaylar o'quv markazi, qisaylar non kabob, shashlik kabob, sho'rva, ili, Chernayevkada somsa, achchig'osh. Toshkentda bir kunda necha tonna osh yeyishni bilasizlarmi? 50 tonnadan ko'p osh qilinar ekan bir kunda. Tasavvur qilasizmi? 50 tonnadan ko'p osh qilinadi. Qilinadimi, yeyiladimi? Yeyiladi. Qilinib yeyiladigan osh bir kunda. Qilinishi, yeyilishi. Qolsin 20% qolib ketsin. 30% qolib ketsin. Shunda ham qancha tonna bor, tasavvur qilsan. Prosta bizadagilar biznesmenlarimiz, masalan deylik, sement zavodi borda, kimdir oldida, короче, bu qo'yish uchun, короче, restoran ochadi-da, o'tga oshna og'aylarni chaqirib, u restoran kappan gado bo'ladi-da, nima bo'ladi-ki? Bitta o'rtog'i keladi, tekinga olib keladi. Ikkinchi o'rtog'i keladi, yozib qo'yiladi. Uchinchi qarindoshi keladi, tog'asi o'g'li kelib, skidka qildirib, to'y qildirib ketadi o'tda. Biznesda har doim men hozirgi paytimda men marketologman. Marketing agentstvam bor. Mening qo'limda mobilograf, videograf, targetolog, SMMshik, copywriter, motion designer, grafik dizayner, ko'p odam ishlaydi. Komandam borda, yaqin og'aynilarim ham chaqirishadi-da, yoki akalar, ukalar, opalar, singillar bor. Reklamaga chaqirishadi ekanlar. Iltimos ki, men bitta reklama qilib ber deydi. Yo'q deyman. Yo'q. Qilib beraman mana. Soqqasini qo'yinglar. Oson u. Qilib beraman. O'zbekistondagi biznesda bizadagi qarashimiz bu yordam berish emas-da, tushunyapsizmi? Foydalanib olishga to'g'ri kelib qoladi. Gaping bo'laman. Xolingning o'g'li, amangning o'g'li, jiyaning farqi yo'q. Yo'q. Hamma. Hamma. Adel aytsalar ham Adamni fermalari bor. Nazarbekda gollandskiy buqalar boqadilar-da. Davay qara Instagram qilib berdilar. Voh, tanqisligiga tushunyapsizmi birinchidan. Oxiri jahllari chiqib, o'zlarini videoga olib, mana o'zlari qotdilar shu narsani, tushunyapsizmi? Ko'ramiz, ko'rib turibmiz. Bilasizlar-ku. Adam ham xarizmatичный. Mendan battarlik kerak bo'lsa, aktyorskiylardi, mendan zo'r kerak bo'lsa-da. Lekin kerak bo'lsa, adamga ham qilib bermadim shuni vaqtida. Endi restoranga taqalgandan keyin restoranda faqat bir xil rasxod emas-da, misol uchun. Boshqa ishlarda endi 2 xil, 3 xil bo'lsa, tam дорожный, bozor и просто карманный расходda. Restoranga oladigan bo'lsak, uni o'sha bozor, zarplata, marketing, dalshi ketaveradi u. Anusiz.
O'sha narsani tushunmagan odamlar haqida aytolmanda, men общем qilib aytganda, что mana shu qolgan narsalarni bilishmaydi-da. Biladi zarplata, bozor и там прочие расходы qanaqadir. Bo'ldi. И отчет qanaqa chiqadi unaqa odamlarda? Kassa bo'ladi, расход bo'ladi, qolgan pul. 10 million kassa bo'lyapti, 5 million расход bo'lyapti. Men bugun 5 million foydada ekanman. Bo'ldi, ketdi. O'tda yo'q kommunalniy, o'tda yo'q arenda, o'tda yo'q tam yana qanaqadir расходlar. O'tdan ketib, u pul 100 mingdan ham bo'lishi mumkin-da, u 5 million. Qolishigacha ham bo'lgan. Endi bizda avtomatizatsiya, programmada ham ishlayman. Endi bilmaganligi. Joy ishlaydi. Ha. Endi biza полностью от A до Ya отчет chiqarib beramiz. U nima degani? Reklamная pauza. Yo'q, o'zi na samом деле просто bu bilish kerak bo'lgan narsa ko'pchiligiga. Chunki aytolman, mana shu endi hamma 5 qo'l barobar emas-da. 100% dan именно bizada 70% restoratorlar, restoran biznesiga kirganlar o'ylashi bo'yicha o'sha отчет chiqarish, что расход, приход и прибыль, foyda. Bo'ldi. Yo'q o'sha. Ikkita lounge barra yurg'izganingda shunda endi tushunishim bo'yicha xo'jayinlar, o'sha именно o'sha joyi xo'jayinlari. Da, protsent mayli. Просто aytmoqchi bo'lganim, sani gapingga kirishgan. 100%. Nima desang qilishgan. Hozirgi eng dolzarb mavzu ham shu-da. Da, o'shaning uchun aytib so'rayapman-da, что masalan qilishgan. Даже обычный, lekin u odamlarni restorandan umuman xabari yo'q edi tushunishlik uchun. Ular просто o'zligi ochib qo'yishgan. Ular вообще boshqa sohada. Kalyanniydagi bolalar вообще hali maktab, kollej bolalari edi, tushunyapsizmi? Mana bu Gagra Lounge bardagi odamlar вообще boshqa soha vakillari edi ular. Biznesi bor, просто ochib qo'yilgan. Bittasi aytdim, yana kimdir bo'lgan, tushunyapsizmi? Men o'ylashim bo'yicha qaysi sohani mutaxassis bo'lsang, o'sha sohada dvigatsiya qilishing kerak-da. Yoki nimadir qilmoqchi bo'lsan, o'sha sohani mutaxassisi bo'lib, keyin o'sha sohani yurg'izishing kerak yana. Yoki biladigan odamga pulni to'lab ishlatgan. Qildirishing kerak-da. Jimgina qisib. Da, no, bizanikilar sal boshqacharoq o'ylashadi, millioner bo'lib ketaman deb, lekin ozgina vaqtdan keyin yopib borishadi. Boyagi tema o't hammaga поучительный bo'lish kerak, то что hamma narsani o'ylashadi-da, ochib bo'lgandan keyin odam qani deyshadi. То есть u o'zi o'ylab chiqish kerak bo'lgan narsa bu oldindan. Qanaqa reklama qilaman, meni kontingentim qanaqa, o'zi tematika nima bo'ladi, meni fishkam nima bo'ladi, nima uchun o'zi odamlar bu yoqqa kelish kerak degan narsa o'zi boshida o'ylangan bo'ladi. Bizda qanaqa bo'ladi? Ochadi, ochib bo'lgandan keyin odam kelmaydi. U ochish ham yana qanaqa? Yoqqa borishadi, mebelni ko'rishadi, bu yoqqa borishadi, menyusini ko'rishadi, yoqqa borishadi, tam yana qanaqadir nimalar, bu yoqqa borishadi, konsepsiya, и mana shu hammasidan olinib bitta qilinadi-da, и bu уже nima bo'ladi? Kasha bo'ladi. Da, konsepsiya yo'q. Bitta proyekt ko'rdim, yaqinda mana hozirgi kunda bo'layotgan narsa. Вообще boshqa soha vakillari joy ochdi, joyini otini ham aytaman. Milliy bog'ning ichida Chaychi Abi degan joy ochilgan. Turkcha. Ha. Odamni ko'rsangiz bor-ku. Okay, vashi gap yo'q. Joy qanaqa? Milliy bog'ning o'rtasida shundoq suvni bo'yida choy. Tak, o'sha turkcha choy. Bittasida suv, bittasida choy bo'ladi. Baklava, naверное, qanaqadir fast foodga o'xshaydi. Nechtadir, короче, shirinlik, turkcha shirinliklar bir 5 xildan oshuv. Skype'im o'tirishga, suvni bo'yida gaplashib, biz telefonni qo'yib qo'yamiz, o'rtog'im bilan gaplashib o'tiramiz-da. Kishidan olib chaqirgan. Da. Zo'r joy. Men atmosferasi vau demayman. Ko'cha, ochiq havoda turkcha muzikaning atmosferasini tegida suvni oldida o'tirasiz. Uyut bor. Uyut bor, qanaqadir sokinlik bor. Nimaga uy joy qilingan desangiz, gaplashib o'tirishga qilingan. Mana asosiy fishka shu. Rossiyadan restoratorlar kirishyapti, Qozog'istondan restoratorlar kirishyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Bu bizani местный bozorga ta'sir qiladimi? Pul bilan kirib kelishyapti, katta pul bilan. Minusiga qanaqa javob berasizlar? Pul bilan kirgan, в принципе. Bizda ham yaxshi. Sevim zo'r bu narsa, lekin yaqinda bittasi aytib berdi. Qayerga borsam bo'ladi Toshkentda desa, Siravaniyani taklif qilishgan ekanda, u Siravaniyaga kelibdi-da, ichov debdi, u qozog'istonlik odam ekanda. У нас таких restoranов дофига debdi. Bu nimani ko'raman debdi. Menga sal o'zlaringning fishkalaring bo'lgan joy bormi? Qayerga borsam bo'ladi. И в итоге Tandiriga borishgan, yana qayergadir borishgan. A вот более-менее ularga yoqqan. Chunki o'zining fishkasi. Chet el odam uchun.
Biza uchun-da, biza o'zbeklar uchun, конечно, bunaqa joy muhimroq. И nima uchun ham muhim? Baribir все-таки marketing, кажется, у них лучше работает, чем у других. Bitta qiz kelyapti, tanishim. Aka deyapti, u payt hali Queens ishlardi-da. Queens vaqtida zo'r bo'lgan-ku. Queensdan tanishingiz bormi? Nimaga desam, joy yo'q deb aytyapti shanba kuni. Menga joy topib bering deyapti. Baravallab cheris qanaqadir gaplashdim. Keyin so'rayapman, nimaga qaradimmi? Queens qimmat bo'lsalar. Atrofda shuncha zo'r joylar bor. Mana bu bor, skidka ham qildirib beraman kerak bo'lsa. Yo'q, men Queensga borgim kelyapti. Nimaga desam, u yerda shampanskiyni muzga tiqib tug'ilgan kunni tabriklagan o'shaning uchun именно tug'ilgan kun o'shtapti. Serveriklar bilan bor. Вот, оказывается, endi все-таки hamma вниманиeni xoli. Hamma bilmaydi-ku, bu tema bizning restoranlardan chiqqanimiz. Come on. Bu narsa bu прям целая история. Bambarabiyada qanaqadir qilib bizni tabriklardik. Bir kun qanaqa bo'ldi? 7tami 8ta tug'ilgan kun bo'lib qoldi bir kun. Unaqasi bo'lmagandi. O'zi har kuni eng kamida 3 ta 4 ta bo'ladi. Ha, bo'lsa bo'lardi. Hammasini har xil tabriklashga harakat qilib, endi u уже ko'p bo'lib ketdi. 8tami tug'ilgan kun. Nima qilamiz? Ha bo'ldi, bittasini просто ashula boramiz. Ashula bordik. Ikkinchisini qanaqa qilamiz? O'ylamiz, ну, bilan, может, qilich bilan boramiz. Davay, qilich bilan bordik. Uchinchisini qanaqa tabriklaymiz? Katta savatimiz bo'lardi. Savat ichiga biz xinkalida tabriklardik. Hamma tort bersa, biz xinkali berardik. Xinkalidan o'shanaqa qilib bordik. Keyingisini qanaqa qilamiz? Araba bordi. Arabani ustiga o'tirib olib bordik. Undan keyingisini nima qilamiz? Ikkita araba bordi. Ikkita arabani ustiga chiqib, qilichda bordi-da. Keyingisini nima qilamiz? То есть, mashina qilib turib biz fishkalar zo'r bo'lib ketgan. Da. Hammaga individualniy, потому что bizga bitta правилani o'rgatishgan. Go'z должен почувствовать то, что он ожидаемый degan narsa, ya'ni gaplashaylik. Bo'ldi, kechirasiz. O'zbekchada, ya'ni odam haqiqatan kutilayotganini sezish kerak edi restoranga kelganda. Bitta ursam maylimi? Xos to'xtab turgan joyingizdan hozir ko'payib ketdi, что ofitsiantlar nimadir qiladi, yana kimdir nimadir qiladi. O'zi tegin olsak, menimcha Smart Groupdan chiqqan. Что ofitsiantlarni o'zi o'ynaydi, ashula aytadi, yana nimadir qiladi. Endi bu Smart Groupni maqtash emas. No, to'g'risi. Yo, noto'g'rimi? Da, lekin ko'pchilik bu narsani xalta qilib qo'yapti. Chunki paket bo'lib qoladigan narsa emas. Chunki bizlarni o'zimizni tushunishlar uchun Bambari ochilishidan 3 oy oldin biz ochilishga tayyorgarlikni boshlaganmiz va bizda konkurensiya ofitsiant bo'lib ishlash uchun qattiq edi. Manasdan keyin borib 3 oy attestatsiya topshirganman. Pashtetga chiqish uchun. 3 oy menyuni topshirib qayta Ruslan aka, Ilhom aka ko'rsanglar. Ilhom aka, Ruslan aka ikkalaylar olgansizlar. Galma-galdan. Bizda bir bitta shogird aytadi. Mana deydi, ofitsiantlikdan 3 marta runnerlikka tushirgansiz meni deb meni yomon ko'radi, lekin rahmat deydi, hozir nimaga erishdim deyishadi. Rahmat deb attestatsiyani topshirmaganida mana o'tiribmiz. Ya, endi raznica bo'lganda biz boshqa restorandan borganmiz. Bular уже o'shda ochishgan, ishlashgan. Biz restoran yopildi, уже shunaqa bo'ldi, boshqa restoranga bordik, o'tdan уже bu restoranga o'tyotdik. Runner bo'lib bordim, уже zalga chiqishim kerak, Bambarviyda joy yo'q. Bular boshqa restoranga kelmagansizlar, restoran yonib ketgan bir o'zi. Manasi yonib ketganda kelgan. Ya. Sizlar bizning qo'limizga kelgansizlar. Manasi yonib ketdi. Undan oldin sizlar stajrovkaga kelgansizlar. Biz 15 ming ishlaganmiz sizlar. Sizlarni qo'lda ishlashgan. Bo'ldi, shu bilan, xo'p, savolga qaytaylik. Hamma o'zining istoriyasi bo'lib ketdi. O'zi restoranda yaxshi ishlaganding. Dalshi nimaga ketmading? 2016mi, 2017-yil restoranning festivali bor-ku, endi cho'yischi. O'shanda лучший официант go'dan olganman. O'shandan keyin maqtanish emas. Подушечныйga menejer bo'lib keldim. Xo'p, потом go'shtga menejer, главный menejer bo'lib bordim. Upravляющimiz bizda Alisher aka edi. Вообще ko'p narsani o'rganganman ulardan ham. Undan keyin o'sha aytib bergan ikkita zavedeniya ham bo'lgan. Ularda ishlab yana bir ikkita zavedeniyani yurg'izishiga yordam berganman. Shundan keyin уже qanaqadir уже karantin kelib qolgan keyin. Karantindan keyin уже restoran sohasi ham sal qiyinlashib qoldi o'zi. В целом ko'p joy yopilib ketdi o'zi. Shundan keyin o'z jonimga ham tegdi. Har kunga traskalar, nima deydi, emotsionalniy, ya'ni выгорание ham bo'lib qoldi menda. Короче, dальше marketingimga berildim. Marketingni o'rgangan edim o'shanda. Marketingga yana yurg'izishni boshladim o'sha o'zimning ishimni yana. Shu bilan yana ham o'zi ashulachiman.
muzikani shkolani bitirganman, Isran-sirkovoy kolleji bitirganman. Yana ashulamni aytishni davom ettirib ketdim. Restoranlarga bir kunda 4 ta restorandan ashula aytardik. Голубой kupolada boshlardik, ikkita set 45 minutdan, keyin Sultan Suleyman degan restoranga borib, ikkita set 45 minutdan, keyin Dudekka borib, ikkita set 45 minutdan, keyin oxiri Vanmora letkasida ikkita set 45 minutdan aytib, Maqsud akam bilan ikkalamiz minimalizm ikkita stilda odamlarga yoqadigan darajada ashula aytardik juda ham. Va keyin marketing soham bo'yicha menga предложение tushib qoldi Turkompaniyadan. Nima qilib bera olaysan menga deyishdi. Birinchi bo'lib Madina bilan Makkada Turkompaniyadan reklama qilgan boladan men bo'lib, shu orqali ketdim de restorandan keyin. Men uchun rostdan ham haligacha restoran sohasidan zo'r soha yo'q. Qiziqarli. Men uchun eng zo'r soha, men haligacha kerak bo'lsa, men ofitsiant bo'lib ishlardim, zo'r joy bo'lsa. Zo'r joy bo'lsa, Bambarbiani Sanjar aka ochib bersalar, men agar ishlardim o'sha zavizeniyada. Sanjar aka eshitasiz. Men sizga spesial qo'yib beraman shu joyni. Da. Sanjar aka Bambarbiya degan zavizeniya ochsalar, men agar o'sha yerda ochgan kun o'sha yerda ishlaydim. Bo'l, shu joyga ofitsiant bo'lib ketadi, bo'l. Upravlenstvoda emas, ofitsiant bo'lib ishlardimlar. Javob mendan yaxshi ofitsiant yo'q o'sha yerda. Bo'lmagan bo'lardi. Men o'zimga ham sel qo'yganman. Xudo xolis, men hozir 28 ga kirdim. 35 yoshimgacha men zavedeniya ochaman. U zavedeniyani oti Zaxadi Daragoy bo'ladi. Akalar bilan birga qilganmiz konsepsiyasini. Kavkazskiy, gruzinskiy restoran bo'ladi. U restoranning ichida yana bitta restoran bo'ladi. U Gogi degan. Goginikida degan. Gogini uyida degan xuddi ma'noda. Zaxadi Daragoy, Gayguy, Maxachkalar bo'ladi. O'yin, kulgu, u Gogi degan joyda men o'zim lishni ashula aytib, odamlarni tinchini buzmagan holda dam hordiqini chiqarishga yordam beradigan zavedeniya bo'ladi. Restoran ochmoqchi bo'lgan, mana bor-ku hali ko'pchilik misol uchun hali endi ochaman deydi, mana sanam ochmoqchisan misol uchun, sanaqa odamlar bor. Restoran ochmoqchi bo'lgan yoki bo'lmasam ochib hozir nima qilishini bilmay o'tirgan yoki bo'lmasam qanaqadir nimadir qilmoqchi lekin restoran qilmoqchi bo'lgan odamlarga maslahat, u hammadan so'rayman men baribir. Birinchi bo'lib restoran ochmoqchi bo'lgan odamlarga bu sohada bo'lmagan bo'lsanglar, ofitsiant bo'lib ishlab ko'ringlar. Chunki hamma narsa shu yerdan bilinadi. Shu ofitsiant bo'lib ishlayotgan paytingiz siz ko'p narsani o'rganasiz. Bir, ikkinchidan odamlarni o'rganasiz. Ikki, uchinchidan texnichka, barmen, povar, kassir, upravlение, hamma restoran sohasiga oid bo'lgan insonlar bilan siz ham nafas bo'lib ishlaysiz. U uyg'unlikni bila olmasangiz, siz restoraningiz yurmaydi. Sizni har restoranning ichidagi har sohadan A klass darajasidagi biladigan odam bo'lish kerak. Menimcha o'shanda restoran ochsa to'g'ri bo'ladi. Sandan keyingi keladigan mehmonlar. Bitta odam ayta olaman. Nodir aka, Baxshini chaqiringlar. U odamdan ham ko'p narsani o'rganganmiz. Hozir Xanchapanda upravляющийlar. Adashmasam. Da, generalniy upravляющий. Generalniy upravляющий ko'p podkastlarga chaqirsanglar, ko'p foydali narsani aytsalar kerak sizlarga. Endi mendan jam unaqa foydali narsa chiqmayadi-yu, lekin chunki o'sha boshqa sohadaman. Xudo xolisa 35 gacha restoran ochsam, u Gogi degan o'shanda kelib podkastlarda уже kar qila olaman. Eng glavniy oxirgi o'zingni sohang bo'yicha marketingda qanaqadir maslahatlar berib ket. Что o'sha ko'rgan odamda o'shani ko'rib olsa yo buni любой biznes egasi, restorator, любой biznes egasi farqi yo'q, любой prям. Kirimsiz chiqim yo'q. Shuni bilib olinglar. Byudjetingiz, полный kapitalizatsiyangiz deylik 100 million so'm bo'lsa, 5% dan 10% gacha marketingga o'shani pulini tiqing. O'shanda sizni kapitalizatsiyangiz oshadi. Faqat to'g'ri marketingga tiqish kerak u narsani. Bizda hozir blogerlarni chaqirishadi, 3000, 5000 berishadi. Yo'q, unaqa emas. Ambasador qo'yishadi. U ambasadorlik, u marketingga kirmaydi, bosh. U marketingning bitta instrumenti. Prosta to'g'ri marketingga bitta yo'l qilinglarki, mana shu nomer qoldirishadi. Qanaqadir savolinglar bo'lsa marketing bo'yicha shuni telefon qilinglar. Mutlaq tekinga любой biznesingizni konsultatsiyasini qilib beraman. Nima qilishingiz kerakligi haqida. Reklama yordam. Chista yordam sifatida texnik konsultatsiya qilib beraman. Любой biznesingiz bo'lsa, restoraningiz bo'lsa ham farqi yo'q. Promokod Magamoy brat. Shundan bilib olasan. Men yoshligimdan muzikani yaxshi ko'raman va
ko'p restoranlarda ham ashula aytardik. Чисто для настроения sizlarga bitta Tohir akaning ashulasini aytib beraman. Meni oqqush kabi dog'siz yoram, meni nozik nafis beg'uboram, aytgan nega ko'zing g'amga doim, ishon senga kelar yordam bergim, ko'zing ma'yus, darding topolmadim afsus, qaysi yovuz xafa qildi, qil yuz-mayus, ko'zing ma'yus, darding topolmadim afsus, qaysi yovuz xafa qildi, men esa ojiz. Shunaqa qilib gitarada so'lani oldin ashlaytib, soqqa ishlaydik xullas. Birinchi bo'lib kustati Sanjar akadan boshlaganmiz bu narsani. Magani she'ri bor. Ayol. Hamma ashula aytib pul topsa, bu she'r aytib pul topaman deb o'ylaydi. Lekin pul berishmasa ham she'r ayturadi. Bitta o'sha eski fanatlarimiz uchun va Magani tanigan insonlar bir mazaqa qotinglar ketdi. Вообще pul berishgan? Yo'q, ancha marta. Ne bo'lishmagansiz pullar? Общий ketardi, bilmasam. Ketdi. Любой женский kompaniyaga mashhur etirardi. Pastdan o'zi bitta she'r bilardim. Mashina любой ketardim. Huvillab qolar dunyo agar ayol bo'lmasa, hayotda qolmas ma'no agar ayol bo'lmasa. Kun botmaydi, oy chiqmas, sarishtali joy chiqmas. Erkaklardan boy chiqmas agar ayol bo'lmasa. Keragi yo'q atirning, mazasi yo'q patirning. Qadri qolmas qadrning agar ayol bo'lmasa. Erkaklar holiga voy, qaynatib icha olmas choy, botgani qop-qora moy agar ayol bo'lmasa. Gullar ham qolar so'lib, ko'ngillar ketar to'lib. Erkaklar qolar g'arib agar ayol bo'lmasa. Deb boriliga shukr desam. Resta blok emas ko'ringlar. Бесполезный gaplar ko'p. Это точно? Ikkita mobilograf ustimizdan qotib, bir chekkada o'tiribdi. Bu ikkita 15 ta kam boshlovchilar tuzukroq savol ham qilib qo'ymabdi. Keladigan odamga savol qilib qo'ymaysanlarmi tvarlar? Bo'zlaringga pus bo'ladi. Qani mobilograf, telefonlarni o'chir. Ketaylik bu befayz zavideniyada. Shar gavhari. Ga kattakon rahmat. Chiqib ketdi. Lekin boshqa kelmayman. Xatolari bo'lsa kechirasizlar. Bu bizning birinchi podkast, tем более Gogi biz hammamiz uchunamiz birga ishlaganmiz. O'shaning uchun ochiqroq suhbat qildik boshlanishiga. Ja biznes haqida kirib, avtomatizatsiya, sistematizatsiya, bu kalkulyatsiya bu nima, qanaqadan boshlash kerak, ja ichiga kirib ketmadik. Birinchi safarga просто лёгкийroq. No Xudo xolasa bundan buyog'iga просто hamma podkastda o'tib biz ham bir olib ko'raylik dedi. Shunaqa bo'ladi. No, в общем, bundan buyog'iga ko'proq restoran sohasiga oid bo'lgan
ko'p gaplar bo'ladi, ko'p yaxshi informatsiyalar bo'ladi degan umiddaman. Hammaga rahmat. Xudo xolasa shunaqa kun keladi. Normal odamlar keladi. Chinzan Burak keladi bu yoqqa. Keyin nima edi ana bunaqa kesadiganmi? Nusret. Nusret keladi bu yoqqa. Va lishni o'zim Novikov bilan birga mana shu stolda o'tirib sizlarga podkast beramiz. Ko'rganlar uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.